Canxu bilan Guyguzi sho'disan. Men jondochilik qilmayman, lekin jonning hammasi mening rivoyatim. Mana bu Guyguzining aytganlari. Endi bu yerda Guyguzi haqiqatan qoldi kitobga. Bu kitobga eng muhim qurol nima ekan? Til boyligi ekan, ya'ni nutq ekan. Ya'ni bu yerda Guyguzi so'z orqali, gap orqali boshqalarni qoyil qilish, kuzatishga ayrılib boshqalarning nima demoqchi bo'lganligini oldin bilish, boshqalardan bir daraja yuqori ideya, yuqori tafakkur bo'lish, boshqalarni shimfukofu qoyil qilitish. Masalan, bu xuddi bu yerda Jugulyan Jangdongga berib, Jangdongliklarni qoyil qilmay deb baqa vaqtimizda Jangdonglik butkul danishmanlarni bir-birlab mat qiladi-ku. Shuning o'xshashlar bu yerda Guyguzda bu shundaq narsa so'zlangan. Guyguzi tiliq sunzining harbiy ishlar dasturi 36 ta bilan tang bir sepkislig'ashqa buni bir jangnoma o'xshaydi deb qolmanglar. Buningda butunlay Guyguzining aql parosat javri so'zlangan-ku. Endi bu kitob Guyguz yozgan kitob emas, balki Guyguzining kimki shogirdlari bu yerga Guyguzining aytgan so'zlarini qoldirib, shundaq tuzib chiqqan. Asli jami 14 jild 14 bobmish, lekin keyin buning eng oxirgi 2 bobi izdiraksiz yo'qolib ketgan. Ya'ni eng muhim, eng yomon, eng vahshiy 2 bobi yo'qolib ketibdi. Buni oldingi 12 bobi to'liq endi. Endi bu kitobni o'qib tushunmakmi haqiqatan taska. Men bu his qildim bu yerga tushuntirish Uyg'ursini yo'llash jarayonida. Shuning uchun bu kitobning bir Uyg'ur yashmisi bo'lsa, bir anglab baqsam bu kitob qanday kitob, nimalar so'zildi deganlar bo'lsanglar, mana qodi kitob darsxonasiga kirsanglar, Guyguzining Uyg'urcha 5 qism yo'llab bo'ldim. 5 qism yo'llab qo'ydim. Mana anglab baqsanglar bo'ladi. Ham bu yengilmaydi, Pat yaqinda texnik tushunish holatda Guyguzi va psixika, Guyguzi va kishilik turmush, Guyguzi va pul tepish degandek har xil mazmunlar bog'lab turib, yana davomli Guyguzimi yengilib turdi demoqchi. Unda Guyguzining masalalari qodi kitob darsxonasiga kirib, kitobni anglanglar. Rahmat.